O'sha yerda biz dars qilardik. Shayxlarimiz darsni o'sha o'lardi. Yorqinjon qora akam bilan bordim darsga. Darsdan chiqayotibmi, kelayotibmi. Solibek doim borsak Solih Jafarni qabrlariga bir kelib duo qilib qo'yamiz. Yorqinjon qora akam men duo qilib chiqdim deydi. Men bilan keldi o'zi o'qish. Birinchi sinfga kelish ekan, birga kirdik. Duo qilib ketdik. Keyin ertasiga menga ko'rishib aytdiki, o'shuni dedi ziyoratga kirdik, Rasulullohning avlodlaridan tushgan. Rasulullohning avlodlari ekan uni o'qish ekan deb ziyorat qilib ketdim. O'sha kuni uxlab tushimda Rasululloh kirdilar. Sog'inadi. Yorqinjon qora akam o'zlari ko'pchilik orasida turibmiz, Rasululloh uzoqdan kelib bitta men bilan ko'rishib ketdi. Olamdan o'tgan odamlar bor ekan. Ko'p tush ko'rardi. Ko'p tush ko'rardi. Rasulullohni ko'rardi. Rasululloh kelib men bilan ko'rishib ketdilar. O'sha avlodlardan bir kishi bilan u kishini hurmatidan ziyorat qilib ketganimga bo'lsa kerak deb Yorqinjon qora akam aytdi. Endi bu bilan u kishi bilan so'p qoldi, ajr ko'payib ketdi emas. Bu qalban o'sha ulug'larga bog'lanish. Tushundingizmi? Hamma Yorqinjon desa faqat xursand bo'lardi. Bir kuni bitta oshnamiz, Yahyo hoji degan oshnamiz bor edi. Gapga olib boribdi uni, qarang. Gapga olib boribdi. Gapga olib borsa, nima qilyapti ekan? Nasihat qilay desa, hech gap oladigan odam emas ekan haligi boylar ham. Anekdot aytib berishni boshlabdi lekin. Anekdot aytib bersa, kulaverib haligi oshxonadagi samovardagilar ham tumalab qolibdi. Ketyapsa nima dermish? Haligi hoji akani oshnalaridan bittasi. Hojiga debdi, keyingi safar meni gapim debdi, uni qiziqcha oshligingizni olib keling-a dermish, qarang. Desa haligi Yahyo hoji beparosat, senga bir ikki masala aytuvdi, qabul qilmading, tushunmading, aqling yetmadi. Ha, bularda o'zi aqli yetmaydi ekan, bularga aqli yetadigan gapni gapiraver deb keyin anekdot aytib berdi. Bu odam qori odam, olim odam bu. Desa, shunaqami, men rosa qiziqchi odam ekan deb pandirim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Birodarimiz, do'stimiz, yaqinimiz Yorqinjon domlani vafot etgan kunlarida juda ko'p eslagan edik. Yana bir eslab qo'yamiz. Yorqinjon domla rahimahulloh, Alloh subhanahu va taolo o'zi juda oz insonlarga beradigan buyuk bir ilm sohibi edilar. Alloh taolo birodarimizga ham ilm, ham farosat, ham bir buyuk qobiliyatni ato etgan edi. Ya'ni nutq qobiliyatlarini, ilm qobiliyatini, farosat qobiliyatini Alloh taolo jamlab qo'ygan kishilardan biri edilar. Shuncha narsani ustida u zotda go'zal axloq va odobning eng yuksak namunasi bor edi. Biror marotaba birov bilan janjallashganlarini, birovga qattiq ovoz bilan gapirganlarini, og'izlaridan xunuk bir so'z bilan birovni demak zikr qilganlarini men ko'rmaganman. Juda ham yaqin bo'lganmiz, munosabatlarimiz bor edi, lekin biror marotaba eshitmaganman. Hattoki biz bilgan u kishi bilan doim yonma-yon yurgan odamlar ham eshitmagan. Ana shunday buyuk zot edilar. Alloh taolo birodarimizni, do'stimizni oxiratlarini obod qilsin. O'zini huzurida shahidlar qatorida qabul aylasin. Inshaalloh shahid bo'ldilar deb umid qilamiz. U zotdan qolgan zurriyotlariga, farzandlariga Alloh taolo o'zlaridan ham ko'ra buyukroq ilm, o'zlaridan ham ko'ra kattaroq dinga xizmat qilish maqomini, sharafini berishini Allohdan so'rab qolamiz. Ilm egasi mana oramizdan ketib qoldilar. Endi bu Yorqinjonni yoshlik paytlarida Ahmadxon domla menga ro'para qilganlar. Bu kishi aytdilarki, o'zi past darslarda o'qiydi, ishtibon bordi, katta kitoblarni ko'tarib chiqadi, mani qiynab qo'yyapti, sizga berib yuborsam shu yigitni dedi. Shunaqangi bir Alloh bir zehnni ham bergandi, yaxshi ilmni ham berdi-yu, endi hikmatini o'zi bilar ekan. Shu biz mo'min musulmonlar qazoga rozi va balosiga sabr qilishdi. Bizni iymonimizni taqozosi sabr qilib o'tiribmiz. Lekin har qancha duo qilsak arziydigan, har qancha yig'lasak arziydigan ish bo'ldi. Chunki bir olim kishini vafoti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, mavtul olimi, mavtul olami. Bu olimning vafoti butun olamning vafoti bilan teng.
bir ahli ilmni vafot bo'lib qolishligi dinimizda bir yirtiq bo'ladi. Bu qiyomatgacha bekilmas ekan, yamaydigan odam bo'lmaydi. Chunki har biri o'zini o'rnida chiqadi. Buni endi yamaydigani bo'lmas ekan. Mana bizni oldimizda anchagina yil kitob ochib, ilm o'rganib yurdilar, keyin mana Hindistonga, mana Misrlarga borib yana ilm o'rganib keldilar. Shu bugun hozir bir ko'rgani kirgan paytimizda shu uka endi biz rozimiz, bizdan hozir degan paytimizda mana birodarlarimiz qarab turishdi. Shu tabassum qilib qo'ydi, ko'zlari ham ochilib ketdi. Shunaqangi bir xursandchilik. Alloh o'sha shahidlarni qatoriga qilsin. Biz faqatgina shu duo qilishni bilamiz, xolos, boshqa narsa. Bu kishining fazilatlarini hammamiz bu yerda bilmaydigan odam yo'q. Shayx Sa'di aytganlaridek, Masfiturga kunan varna kunan ahli faz hojati mashshatan yasturoydilar. Sizni sifatlasak, tavsiflasak, hech o'zi chiroyli yuziga pardozchini keragi yo'q degan. Bu kishini mana domlamiz bizdan ilgari ham yaxshi gaplarni gapirdi. Shunaqangi bu kishini fazilatlaridan gapirib o'tdilar. Bu yerdagilar bu kishini fazilatlarini bilganliklaridan shu yerda hozir bo'lib turibdi. Shuning uchun ortiqcha tavsif qilib o'tirmaymiz. Mana rahmat muftiy hazrat o'zlari Toshkentda bo'lib qolib, mana o'rinbosarlarini Ibrohimjon domlamizni jo'natgan ekanlar. Hozir so'zni shu kishiga bersak, muftiy hazratlarini, diniy idoramizni, ta'ziyalarini izhor qilsalar, men ko'pchilikni oldida mana yana aytib qo'yay. Bizda qo'limizda ancha yil yurgan bo'lsalar, juda yaxshi xursandchilik bilan bu kishiga bergan ta'limimizni biz aytib xohlagandan ko'ra yaxshiroq tayyorlab bergan. Ustoz uchun shogirdni bergan vazifani tayyorlab berishdan ko'ra oliyroq mukofoti bo'lmaydi. Ana shunaqangi bir chiroyli nimalar bilan bizni xursand qilib kelgan. Mana hozirgi damda ham biz o'zimizni rozichiligimizni izhor qilamiz. Alloh ham rozi bo'lsin. Sizlar ham rozi bo'linglar. Mabodo birontalaringizga qattiq gaplarni gapirib qo'yishgan bo'lsa, biz uzr so'raymiz u kishi tarafidan. Duo qilaylik, Parvardigor. Mana bu yerda qadam bosib kelganlarni hammamizni qadamlarimizga Alloh ajr va hasanatlar bersin. Shu va'da qilingan qiyrot ajrlarni Alloh o'zi bersin. Bir ahli ilmda hurmati uchun mana uzoq yurtlardan mana ahli domlalarimiz, ahli ilmlarimiz mo'ysafid bo'lib qolishgan bo'lsa ham, ba'zilarning mazalari yaxshi bo'lmasa ham bir borib shu ta'ziya izhor qilib kelaylik deb kelishdi. Alloh hammalariga ham ajr hasanatlar bersin. Bemorliklariga Alloh shifo bersin. Umr yo'llariga Alloh tabiiy barakot bersin. Ko'pchilikka bu ahli ilmlarimiz foyda berib yurishliklarini Alloh o'zi nasib qil. Mana bu kamizni yosh bo'lsa-da ko'p ishlarni qilib o'tdilar. O'zing dargohingda qabul qil. Va Parvardigor, o'zing mana bu dunyoda ko'rmaganlarni mana qabrda va oxiratda o'zing ber. Parvardigor, hammamizni ham dunyo oxiratda yuzimiz yorug' bo'ladigan amallarga o'zing muvaffaq qil. Ukamizni yotadigan joylarini jannat bog'chalaridan qil. Qoladigan ahllariga hammamizga Alloh sabr jamil ber. Bo'lgan sabrlarimizga yaxshi ajrlarni va xalaflarni ham ber.